Xitoy avtomobillaridan charchagan akalarimizga bugun amerikanskiy Yuri haqida gaplashamiz. Yuri, bunda Yuri yo'q, aytgan. Amerikanskiy Tesla haqida gaplashamiz. Har safar bizni avtomobildagi detailing, polirovka, keramika qilayotganimizda, ya'ni Xitoy avtomobillarida bizning eng katta muammo uni lakki yumshoqligi bo'lardi. Tez qirilib ketish, tez chizilib ketish va yumshoqligidan ko'pchilik klientlar mijozlarimizni shikoyat qilardi. Bu Tesla avtomobili aksincha bo'ladi, ya'ni laki juda ham qattiq hisoblanadi. Boshqa avtomobillarga, ya'ni Xitoy avtomobillariga qaraganda, shuning uchun buni ish jarayonlari ishoninglar ancha-muncha ko'p vaqt talab qildi, ko'p mehnat talab qildi. Bu Tesla uncha-munchaga qirilurmaydi ham, qirilsa ham uncha-munchaga ketilurmaydi. Eng zo'r fishka tarafi uni lakida umuman zernosi bo'lmaydi. Agar sizga professionalniy polirovka, keramika, detailing xizmatlari kerak bo'lsa, aktual detailingga murojaat qilinglar. Foydali kontentni, qiziqarli ma'lumotlarni kuzatib borishingiz uchun profilga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.